Dasturlashni mustaqil o'rgansa bo'ladimi? Videoni oxirigacha ko'rsanglar bilib olasizlar. Bugungi qahramonimiz Bobur aka yurtimizdagi eng katta IT kompaniyalaridan biri Uzinfocomda dasturchi bo'lib ishlab kelayaptilar. Qahramonimiz hozirgi kungacha Muxlisa AI, Agroplatforma Uz va yana shu kabi katta platformalarni ishlab chiqishda ishtirok etgan ekanlar. Bu yerda 500 dan ortiq ishchilarga hamma sharoitlar yaratib qo'yilgan. Qulay ish joyi, massaj kreslo, chill zone, PlayStation xona yoki kafeda ishdan chalg'ib energiya yig'vosanglar bo'ladi. Karantin paytida uyda o'tirib YouTubedan dasturlash haqida video ko'rib qolib, shu sohaga qiziqishlari oshib, onlayn darslar orqali bu sohani o'rganishni boshlagan ekanlar. Dasturlashni o'rganib ish topishda qiyinchiliklar bo'lmaganmi deb so'raganimizda, dasturlashdan o'zim boshlang'ich bilimlarni o'rganib, ish qidirishni boshlaganman, lekin yetarli bilimim bo'lmagani uchun nechtadir joydan rad javobini olganman. Ustozim bo'lmagani uchun bu sohani yaxshilab o'rganish uchun yana 2 yildan ko'proq vaqt ketgan dedilar. Bobur akadan dasturlashni tezroq o'rganish yo'li yo'qmi deb so'radik. Zanish xonani qoshida YouStudy IT akademiyasi ochilgan. Chatdagi kurslarni o'qisanglar, o'qish davomida Uzinfocomda stajirovka qilib, real proyektlar bilan ishlab, 1 yil ichida zo'r kadr bo'lib chiqasizlar. Agar o'zingizlarni yaxshi ko'rsata olsanglar, Uzinfocomda ishga ham olib qolishadi deb aytdilar. Agar sizlar ham dasturlash kurslariga yozilmoqchi bo'lsanglar, unda kommentda plus qoldiringlar.